Mana bu opamiz, onaxonimiz qanchadan beri kuzatasiz mani? Shu chiqqan yo'lga chiqqaningizdan, uydan chiqqaningizdan beri kuzataman ota-onangizni. Rahmat, qaranglar shunaqa insonlar. Ota-onasini oldida chiqqandan beri kuzataman bu bolajonimni. Shunaqa insonlar duo turgan shu joylargacha yetib keldim do'stlar. Hozir biz Makka shahridagi eng mashhur joy Saxoat binosida ko'ringlar mana. Hamma Allohga omonat. Allohga omonatda, Allohga tavakkal. Allohga osonagina. Nodirbekga bitta chiroq duo qilib qo'ying. Duo etang, joningiz sog' bo'lsin. Umringiz uzoq, rizqingiz ulug' bo'lsin. Qilgan ibodatlaringizni Alloh dargohida qabul qilsin. Qarang, sizga bir yaxshi inson bilan mana chiroyli joylardan uchrashtirdi. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Yaxshi kelinlar uchrasin o'g'lim. Yana ko'rishib olaylik. Kuzatinglar do'stlar, mana kalimizni. So'raydim har doim yaxshi insonlarga to'g'ri kelganda. Malakasi yaxshi bo'lasan jonim. Men ham chiqarib aynan yaxshi ko'raman jonim.